do'zax to'lib ketdi. Uning tubidan azob va qayg'u faryodlari eshitilmoqda. Jannat va jahannam o'zi qanday? Jannat bizning dunyoga o'xshaydimi? U yerda ham qish, yoz, tun va kun bormi? Boqiy hayotda yashayverib zerikib ketmaymizmi? Jannatga oxirgi bo'lib kim kiradi? Uning ahvoli qanday bo'ladi? Keling, mana shu savollarga javob topamiz va u yerlarda bizni nima kutayotganiga oydinlik kiritamiz. Hadis qudsiyda aytilishicha, Parvardigorimiz: "Men solih bandalarim uchun hech bir ko'z ko'rmagan, hech bir quloq eshitmagan va hech bir inson tasavvur ham qilmagan narsalarni tayyorlab qo'ydim" deydi. Demak, jannat aslida videodagidan ancha buyuk va chiroyliroq ekan. Bugun ko'rsatadiganlarimiz esa haqiqiy jannatni tushunishingiz uchun namunalar xolos. Albatta, jahannam ham shunday. Bir tomonda yig'i-sig'i ovozlari, ikkinchi tomonda esa quvnoq tabassumlar. Zolimlar qilmishlariga yarasha jazo oladilar. Mazlumlar esa qilgan sabrlariga yarasha ajrga ega bo'lishadi. Jannat kishilari uchun barcha qiyinchilik, mashaqqat va zahmat tugaydi. Yolg'izlik ham, ko'z yoshlari ham endi yo'q. Qur'onda jannat shunchalik batafsil tasvirlanganki, u yerga iloji boricha tezroq borishni istab qolasiz.